bugun sizlar bilan ko'radigan narsamiz UHD formatga to'g'rilash aynan sozlamalarni. Endi savollar bo'lgani uchun tanishlardan menda masalan 4K monitor bor, UHD ni ham bemalol qo'llaydi, lekin men YouTube'ga HD formatda joylayman bu videoyimni deb savollar ko'p bo'lgani uchun shunga agar bilsang yordam bervor yoki shunaqa video obzor qilib taqdim et kanalingda deb aytishganligi uchun mana bugun sizlarga shu videoni olyapman. Xullas, OBS dasturida настройкаga kirib olamiz. Mana bu yerdagi настройкаga bossak, bizda mana shunaqa oyna ochiladi. Настройка oynasi ochiladi. Xullas, biz tepadan emas, pastdan boshlaymiz, ya'ni pastdan tepaga o'samiz. Mana pastdan eng kerakli bo'lgan oynamiz mana shu. Общий va video. Общийlar mana высокийda turibdi. Bu общий высокийda turishining sababi toshlar agar kuchli bo'lsa, ya'ni 16 yadir yoki bo'lmasa 8 yadir, 8 yadir bo'lsa ham qo'ysanglar bo'ladi высокийga. Agar undan kamroq bo'lsa, высокийga qo'ymaganinglar yaxshi. Menda 16 yadir 32 patok bo'lgani uchun высокийda turadi. 8 yadir 16 patok bo'lsa ham высокий qilib qo'ysanglar bo'ladi. Undan kamroq bo'lsa, vishi средний qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. 4 yadir yoki bo'lmasa 6 yadir bo'lsa. Shunaqa bu toshlarni kuchiga bog'liq aynan mana shu общий настройка. Keyingi bo'limga o'tamiz, video bo'limi. Video bo'limida bu yerga отрисовщик bu o'zi nima default turadi. Bunga tegmaysizlar. O'zingizlarni Windows nimalarga qarab, pрошивка Windows turiga qarab bu o'zi optimal variantni ko'rsatadi. Bunga tegmaysizlar. Keyin bu yerda ikkinchi bo'lim sветовой format. Aynan to'g'rilashingiz kerak bo'lgan, e'tiborga olishingiz kerak bo'lgan muhim jihat, ya'ni UHDR formatda aynan mana shu bo'lim hisoblanadi. O'zi обычный standart NV12 8 bitda turadi, mana aynan birinchisida turadi. Agar monitoringlar Full HD bo'lsa, обязательно shunaqa turishi shart. Masalan, monitoringlar 2K yoki 4K yoki undan balandroq bo'lsa, endi buni tushirishingiz kerak. Ya'ni bu yerda kattaroq sizlarga bit taqdim etadigan nimalar bor, sветовой formatlar bor. Shunga mana optimal, ya'ni siz 2K da monitoringiz 2K bo'lsa, HDR funksiyasi bo'lsa, mana aynan mashinaga qo'yishlarni tavsiya beraman. Endi menda qolganlari ishlamadi, chunki menda 4K monitor emas. 4K bo'lsa qolgan bo'limlar ham ochilishi kerak, ya'ni ishlashi kerak sizlarda. Eng optimal deyotganim mana shu P010 10 bit xuddi mana keyingi pokoleniyasi, ya'ni UHDR ga mo'ljallangan pokoleniya hisoblanadi. Shunga boshqa bo'limga o'tmaylar, aynan mana shunda tursin, P010 10 bitlikda tursin formatinglar. Undan keyingi bo'lim mana standart turadi REC 709. Agar bu yerda ham sizlarning ekraninglar Full HD dan balandroq bo'lsa, albatta REC 2001, ya'ni 4K yoki 2K UHDR funksiyasini qo'llaydigan bo'lsa, aynan mana shu bo'limga o'tkazib qo'ysanglar yoki bundan keyingi bo'limga ham o'tkazib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu ikkalovini tanlab bemalol qo'yib qo'yaveringlar. Mana. Endi bu световой диапазон ограничение turadi, bunga tegmaysizlar. Уровень белого SDR. Xullas bu men 450 qilib qo'yganman. Bu ya'ni och va to'qlik daraja. Standart nima настройка, default настройка deb 300 turadi. Men 300 da olib ko'rganman, prosta meni videolarim sal to'q, sal cho'mli bo'lgani uchun men buni ko'tarib qo'yganman, ya'ni 450. Agar u sizlarni nimalarga bog'liq. Ranglarni, masalan, to'q rangi yoki ochiq rangi yaxshi ko'rishingizga ham bog'liqroq bu ancha. Muhitda, tabiatda, masalan, menga yarkroq kerak desanglar, ochiqroq qilib qo'yishingiz, ko'proq nima yozishingiz mumkin. Lekin bitta narsani inobatga olish kerak, bu yerga 500 dan yuqori son yozib bo'lmaydi. Ya'ni 500 ham yozib bo'lmaydi. 490, 499 ham yozsa bo'ladi, lekin 500 dan oshira olmaysizlar. Bu уровень белого SDR. Okay. Minimalniy уровень pika HDR. Bu 1000 da turibdi. Nimaga men buni 1000 qilib qo'yganman? O'zi standart defaultdan 1000 turadi. YouTube'da OBS o'zida 1000 turadi. Agar sizlarni monitoringlarning korobkasida mana shu yerda nits yozilgan bo'lsa, u yerda ham nits yoziladi korobkasida. 1.5 bo'lishi mumkin, 2000 bo'lishi mumkin yoki undan kamroq ham bo'lishi mumkin, 1200 bo'lishi mumkin. O'sha уровеньni yozishingiz kerak, nits уровеньni. Men 1000 qilib qo'yganman, chunki meni korobkada bunaqa nits bo'lmagan. Aynan mana shu nitsda yaxshi ishlaydi deb menga ko'rsatma yo'q. Shunga men standart qo'yib qo'yganman. Agar sizlarda 1.5 ming yoki 2000 turgan bo'lsa, aynan o'sha nitsni botga yozishinglarni tavsiya beraman.
Shunaqa ketdik. Qolgan bo'limlar bizga unaqa muhim emas. Qolgan bo'limlar default turadi. Unga tegmaysizlar. Faqat tegadigan narsalar mana bu yerda zadержка поток xullas 2 sekund, 2 sekund 20 xullas числа попыток. Mana shu narsalarga men o'zim ruchnoy tegamanman. Tegishinglar kerak bo'lgan narsa, agar tegsa kerak bo'lsa, atak shart emas. Bu yerda просто задержкаlar, yana задержка повтор, числа попыток mana shu narsalar muhim deb o'ylasanglar, bularga tegsanglar bo'ladi, xuddi shunaqa qilib. Okey, bu расширениeni ko'rib chiqdik. Undan keyingi bizada kerak bo'ladigan oknomizda bu yerda men hech nimaga tegmaganman. Bilmayman, lekin bunga men ishim ham tushmagan, tegmaganman. Горячий klavish. Agar sizlarga OBS ga kirganingizda nachat translyatsiya yoki nachat zapis boshlamoqchi bo'lib, osonroq bosib o'tirmasdan mana bu knopkalarni bitta klaviaturaga bossam hal bo'lsin desanglar, shotka o'zingizlar настройка qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men qo'ymaganimning sababi, menda knopkalar juda tez bosilib ketadi, shunga men qo'ymaganman. O'zimga ortiqcha nima bo'ladi menga. Bosilib ketib qolsa, yana uni o'chirishga to'g'ri keladi. Adashib bosib yuborsam ham bosilib ketsa ham boshlab ketishi mumkin videolarni yoki zapislarni. Shunga tinchgina tegmaganman, ortiqcha g'alva men uchun. Keyingi bo'lim video bo'limi. Video bo'limida bu yerga iloji boricha sizlar monitoringlarning razresheniyasini yozishinglar kerak. Monitoringlar qanaqa razresheniyada bo'lsa, masalan 4K bo'lsa 3840 ga 2160 yozasizlar. 2K monitor bo'lsa xuddi shunaqa настройка turadi. Menda o'zi asli mana razresheniya, ya'ni 2K menda ham faqat ekran 34 talik bunaqa uzunchoqroq, gorizontalniy shunaqa. Bu yerga 2K sizlarga maslahat beraman, mana shu ikkalovi bir xil tursin iloji boricha. 2K da olasizlarmi, 4K da olasizlarmi, mana ikkalovi bir xil tursin. O'shanda sizlarning sifat darajanglar kodirovщик yozayotgan payt, masalan, hamma narsalarni inobatga olib yozadi-da, u ham bir xil bo'lsa, aynan mana shu qator sizlar mana qator уже четкий не требуется, ko'ryapsizlar, mana qator shunday yopiladi, sizlarda zo'r ishlaydi o'zi shundoq. Sizlar ortiqcha bu yerga tegib o'tirishingiz shart emas. Mana shu ikkalovi zo'r bo'lib bir xil yozilsa, четкий bo'ladi hammasi. Undan keyingi qator bu yoqda FPS nimasi qo'yilgan. 30 FPS, 60 FPS. Qanaqa FPS da olishinglar, ya'ni sizlar OBS da qanaqa FPS da olishinglar. Tavsiya beraman 60. Boshqa nimalarga tegmanglar. Agar kompyuter достаточно ko'tarsa hamma narsani bemalol 60 qilib qo'ysanglar bo'ladi. Audio bo'limiga o'tamiz. Audio bo'limida bizda defaultni 44 xolos Hz turadi. Buni ruchnoy 48 qilib qo'yinglar. Baribir bu ancha sifatli ovoz yozadi. Shunga bu ancha muhim. Keyingi qator общее устройство audio. Bitta mashqga sizlar, ya'ni mikrofon дополнительный звукка o'zingizlarning mikrofoninglarni, ya'ni ketadigan, yozadigan mikrofoninglarni belgilab qo'yishinglar kerak. O'shani belgilasanglar bo'ldi. Qolgan mana bu звук рабочий stol va u narsalarga tegishinglar shart emas. Mana bu birinchi qator o'sha nom defaultni turadi. Bu o'sha nom topib oladi sizlarni nimalarni, monitoringlarni, рабочий stolda. Xullas shu. Bunga tegmaysizlar, faqat mikrofon kiritasizlar, все. И bunga tegasizlar. Bu yerda qolgan tegadigan bu yoqdagi narsalar vobshe tegmaysizlar. Kerak emas bu yoqdagi narsalar. Endi vivid bo'limi bu ham eng muhim bo'limlardan hisoblanadi. Juda muhim bo'limlardan hisoblanadi. Chunki siz pastni zo'r qilib to'g'rilab borasiz, mana shu vividda prosta adashib qayerdadir to'g'ri belgilamay qolsangiz ham, to'g'ri ko'rsatmay qolsangiz ham prosta OBS qotib video olishni boshlaydi. Qotgan holda YouTube'ga ham shunaqa qotgan holda video yuklashni boshlaydi. Shunga mana shu qatorga juda ahamiyatli bo'linglar. Iloji boricha masalan translyatsiya bo'limida translyatsiyada bitta inobatga oladigan jihatinglar, buni hech qachon SQP ga qo'ymanglar. SQP bu aynan nimani HDR nimasi hisoblanadi. Koderi hisoblanadi. HDR monitori koderi hisoblanadi. Faqat translyatsiyada buni SBR qilib qo'yasizlar. Bunga qolgan qatorlarga hech qachon tegmanglar. Chunki YouTube прямой aynan mana shu bo'limlarda ishlashga hali unaqa kuchayib ketmagan. Unaqa YouTube rivojlanib ketmagan. Balki keyinchalik sun'iy intellektlar rivojlantirib bu narsani ham qo'llab-quvvatlashga olib borar, lekin hali unaqa qadamga yo'l qo'ymadi. Shunga SBR da ovuringlar. U degani sizlar обычный Full HD monitorda o'tgandek ketadi, odamlar ko'radi. Vaqt o'tishi bilan bir kundan keyin u YouTube polni переобработка qilib, hamma sizlar настройкаларni o'rganib chiqib turib, o'zi avtomatik UHDR ga aylanadi. Bir kun, uzog'i 1,5 kunda o'zi shunday kirib ko'rsanglar, prямойlarni o'tda ko'rsanglar ancha tiniq va UHDR funksiyalari ochilganligini ko'rasizlar. Uni prямой efirda ko'rsata olmaydi demoqchiman-da. Sizga aynan mana HDR prямой efirda olib bera olmaydi. Hali chunki unaqa qadamga qadam bosgani yo'q. Chunki unga tasavvur qiling, necha millionta odam o'tda efir qilayotgan bo'lishi mumkin.
bu narsalarni agar qo'shadigan bo'lsa, u YouTube portlab ketadi просто. Unga katta, juda katta server kerak. Milliard dollar sarflanadigan serverlar qurish kerak qolgan nima degan. Lekin unaqa hali rivojlanmagan. Shunga aytayotganim aynan mana shu SBRda tursin. Прямой translyatsiyalar. Keyingi qatorlarni keyin ko'rib chiqamiz. Menda sredniy 30 megabit sekund belgilab qo'yganman, ya'ni 3000 gigabit sekund. Bu 30 megabit sekund degani. 30 megabit sekund bu internet skorosiga ham bog'liq. Menda o'yin kattaroq megabit sekund talab qilganga o'yinga примерно 50-60 megabit ketadi. O'yin payti. Bu yoqqa kamroq yozib qo'yganman. Chunki menda internet skorisi 500 katta, lekin unaqa kam emas. Ozgincha bu yerda qotishlarni hisobini olib men 30. Keyin bitta narsaga muhim ahamiyat beringlar. Translyatsiya 51,000 megabit sekunddan yuqori translyatsiya olmaydi. Ya'ni sizlarni internet skorisinglar вообще dahshat, 2-3 gigabit sekundda olib bersa ham, 2-3 gigabit sekund olib bersa ham, mana 51, mana hozir yozib ko'rsataman. Mana shu 51 dan oshmaydi mana. Mana shundan yuqori nimada megabit sekundda YouTube yo prямой efirizni yoza olmaydi. Maksimum taqalgani shu. Iloji boricha shunga sizlarga 2K formatda yoki 4K formatda UHDR kerak bo'lsa, mana ishoninglar, mashina o'zi yetib ortadi. Yetib ortib, ortiqchalik ham qilib. Chunki 15-30 orasida yozsanglar, 15 megabit, 30 megabit orasida yozsanglar, sizlarni kачествоlar juda aniq tiniq qilib boradi bu yoqqa. Shunaqa. Bu 30 turadi menda har doim. Endi balki hozir o'ynayotgan o'yinim Cyberpunk, unga kattaroq internet tezligi kerak bo'lgani uchun, atak umuman offline o'yin. Lekin unga men biriktirib qo'ygan modlarim bor, aynan internet bilan ishlaydigan. O'shani joyi katta bo'lganligi uchun kattaroq internet talab qiladi. Shunga men u yoqga ko'proq internetni berib, bu yoqqa kamroq internetni berib qo'yganman. U yoqqa nisbatan. U yoqda 70 megabit sekund, bu yerda 30 megabit sekund turadi menda. Keyinchalik xudo xolasa men o'zi o'ynaydigan o'yinim aniq, bu onlayn o'yin, CS:GO, ya'ni CS2. U yerda men buni bemalol 51 mingga ko'tarib qo'ya olaman. Chunki bu yoqda ham o'yinga ham bemalol FPS tushib ketmasligimga internetim yetib ortadi. Bu yoqda ham buni internet skorisim juda yetib ortadi buni yaxshi yozib olishiga. Shunaqa. Interval 2 sekund qilib qo'ysanglar normalniy, bu agar kompyuteringlar слишком мощный bo'lsa, чересчур мощный bo'ladigan bo'lsa, 0 qilib qo'ysanglar ham bemalol yetib ortadi. Keyingi qator bu eng лучший качествоga qilib qo'yganman. To'g'ri, video kartam bunaqa лучший качествоga javob bermaydi. Более медленныйga qo'ysam bo'ladi. O'zi men holatim bo'yicha video karta RTX 3060 12 GB. Shunga mana bu menda mana qatorda turish kerak, lekin men ozgincha video kartani qiynayman. O'zi har doim video kartani qiynab kelganman. Maksimal ishlashga harakat qilib, uni driverlarni yengillayman, bir xullas yaxshi ishlab berishi uchun, zo'r ishlab berishi uchun kerak bo'lsa, дополнительный bo'tganman, nimalar ham qo'shganman, водяной охлаждениyalar ham qo'shganman. Shuning hisobiga men maksimal ishlataman video kartani. Shunaqa. Bu высокий qilib qo'yasizlar. Bu aynan video kartalar qanaqa turga bog'liqligiga qarab. Eng oxirgi pokoleniya 5060, 5070, 5080, 5090 lar bo'lsa, Ti bo'ladimi, Ti bo'lmaydi, farq yo'q. Bularni eng vishisiga qo'yib qo'yaveringlar. Shunaqa. Lekin men bitta сверхвысокий качествоga qo'ymanglar hech qachon. Высокийda tursin. Adashib bunga bosib yormanglar, iltimos. Chunki bu umuman bug hisoblanadi. Bu aynan OBS bug настройка turib hisoblanadi. Bunga hech qachon qo'ymanglar, высокийda tursin. Двойной провод. Va двойной провод, четверть разрешение. Xullas, mana shunda turish kerak bu. Keyin yana bitta muhim jihat, main on'da tursin. SBR bu translyatsiyada SBR qo'yasizlar, main on'ga o'tkazib qo'yinglar. Main on'da turmasa, demak sizlarda mana bitta muammo bor. Hozir bu botga ham qadam bosamiz, lekin mana bitta tugatib olaylik. Bo'ldi. Teganigan narsalar bo'ldi. Mana shu qatorni to'g'rilaysizlar, mana bu galochkani olib tashlaysizlar. Sizlarda ochgan paytingizda bu yerda galochka bo'lishi mumkin. Bu degani agar buni yoqib qo'ysanglar, internetingiz slabiy bo'lib qoladi-ku, bir xil payt internet skoros tushib ketadi. O'sha moment o'yindan OBS o'z avtomatikga otib yuboradi. Yoki o'yindan otib yuboradi. Shunaqa buglar bo'lib qolishi ehtimoli juda baland, bug bo'lib qolib, ya'ni translyatsiyalar ham o'zidan o'zi avtomatikga yopilib qolish ehtimoli juda baland. Shunga buni internet skorosida kamayib ketsa ham, bu yoki translyatsiyaga sal xiraroq bo'lib yoki qotib borishi mumkin. Buni o'chirib qo'ysanglar. Lekin o'chib qolmaydi demoqchiman translyatsiyalar. Shunga buni o'chirib qo'yinglar.
Bo'ldi. Endi tepaga o'tamiz. Bu yerda ekraninglarni razresheniyasi yoki bo'lmasa ekraninglar emas, bu yerda asosiy qanaqa razresheniyada video olmoqchisizlar. Sizlarning ekraninglar aynan 2K yoki 4K bo'lishi shart emas. Ya'ni ekraninglar uchun ham bitta razresheniyada bo'ladi. Aynan mamutga ekran razresheniyada yozishinglar shart emas. Masalan, yo menga Full HD ham bo'ladi desanglar, Full HD da olishinglar ham mumkin. Yo menga 4K formatda kerak. 2K monitorim bor, lekin 4K formatda olmoqchiman desa, bu yerga 4K yozishinglar ham mumkin. Bu sizlarning xohishinglar, qanaqa video olishinglar turiga qarab. Kodirovshik video mana eng katta, eng e'tibor talab qilinadigan bo'lim hisoblanadi. Mana bu bo'limda menda masalan обычный turadi Nvidia NVENC H264, bu aynan toshinglar. Video karta ham tosh bilan birgalikda tosh kuchini ham inobatga olgan holda nima oladi, ya'ni video kodirovka qiladi. FPSlarni, har xil chastota kadrlarni, gertslarni polni mashta o'zi birgalashib hal qiladi, lekin hech qachon shuni unutmanglar. Toshinglar dunyodagi eng zo'r tosh bo'lmaydimi? Eng zo'r tosh bo'lmaydimi? Hech qachon videoni chiroyli olmaydi, zapis qilmaydi yoki translyatsiya qila olmaydi. Chunki videoga o'zi video karta javob beradi. Boshqa hech qaysi narsa video olishinglar yoki zapis qilishinglarni zo'r chiroyli kачествоda olishinglarni video kartadan boshqa hech narsa ta'minlab bera olmaydi. Toshchi hech qachon bu narsaga kuch yetmaydi. Chunki tosh shundoq ham bu yerda yo'nalgan narsalari juda ko'p. Toshinglar bo'sh bo'lganda, masalan, kompyuter sistemadan boshqa ishi yo'q bo'lmasa, masalan, sistema yo'q. Toshlar pustoy turibdi, tasavvur qiling. Unda ham kerak bo'lsa, videoni mana kodirovka qila olmaydi. Kuchi yetmaydi toshni. Chunki toshlar ming monster bo'ladi. Dunyodagi eng qimmat milliard dollarlik toshlar bo'lmaydimi? Tosh chunki video kartaga mo'ljallanmagan. Shuni bilib qo'yinglar. Video kartani ishini hech qachon qilib bera olmaydi tosh. Shuni unutmanglar. Aynan menda chista 100 talik nimada oladi. Video kartada oladi. Nvidia NVENC HFC. Bu degani mana defaultda turadi degani bu yomon degani emas. Uni unutmanglar. Bu degani faqat mamani o'zi zo'r ishlab beradi. Mama azizgincha kuchlanish berib turadi. Azizgincha itarib turadi. Davay bosasan, sen eplaysan deb turadi. Lekin sizlarga tavsiyam mana boshqasiga. Endi menda eski turdagi video karta-ku RTX 3060. Agar sizda 4060, 5060 bo'lsa, ya'ni 60, 70, 80 farqi yo'q. Ti bo'ladimi, Ti bo'lmaydi. Sizlarda mana bunning tagida yana bitta qator bo'ladi. Nvidia NVENC AV1 degani. AV1, AV1. O'sha qatorga o'tkazib qo'yinglar, chunki bu aynan mashi kodirovka, mana bunga tegishli kodirovka AV1. Bu mamdan ham ancha kuchli. Bundan ancha-muncha kuchli va ancha-muncha realistichni kodirovka qiladi videolarni, ya'ni zapisinglarni. Unga o'tkazib qo'yishinglarni tavsiya beraman. Ketdik, bu qatorlardan polностью tushuntirdim. Mana, ya'ni bu yerda SBR tursin translyatsiyada. Endi zapisga o'tamiz. Zapis bo'limida ham xuddi shunaqa mana qatorlar, bitta gibridniy MP4 gibridniy format turadi. Gibridniy format MP4 degani aynan MP4 da bu kodirovka qiladi, aynan OBS. Video yozib boradi. Gibrid qilib qo'ysanglar, boshqa bir masalan sun'iy intellektga tashlaysizlarmi uni yoki boshqatdan bir preobработка qilish uchun boshqa xuddi CapCut boshqa dasturlarga o'xshab videolarni montaj qilmoqchi bo'lsanglar, gibridda tursin iloji boricha. Masalan, o'zi bu yerda mana MP4 formatda o'zi bor, MPEG-4, lekin gibridda tursa, ular qabul qilmasligi mumkin-da. Boshqa MP4 emas, masalan, boshqa turdagi, masalan, menga gibridniy MOV format, ya'ni MOV format tushadi. MP4 tushmaydi desa ham siz gibrid belgilasangiz, u birgalashib hal qiladi. Ya'ni muammo keltirib chiqarmaydi. Gibrid ancha zo'r variant. Bo'ldi. Mana qolgan nastroykalar o'zi turadi. Bularga tegmaysizlar, bular standart kodirovka звукlarniki. Bunga tegib o'tirmanglar. Всё, mana qator tushuntirdim sizlarga. Mana translyatsiyada okey, ketdik. Mana общийga tegib o'tirmanglar. Общийda o'zi shundoq ham обычный turadi. Общийmish tip. Bo'ldi. Keyingi qatorga o'tamiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlarmi? Uje CP nima? SQP. Mana постоянный parametr kvantizatsiya. Mana bu yerda bemalol mana unga o'tkazib qo'ysanglar bo'ladi. Bu degani bu чисто UHDR kodirovka hisoblanadi, bitrate. Okay. Bunga o'tkazib qo'ysanglar bo'ladi. Chunki YouTube
siz video tashlayotganingizda, video tashlaganingizdan keyin прямой USDR da u обработка qilishga mo'ljallangan, lekin translyatsiyani USDR da olib berishga mo'ljallanmagan. YouTube shunaqa platforma. Siz USDR da sizga прямой efir olishga hali unaqa kuchli olishi mumkin. Qaysidir serverlari ancha bo'sh bo'lsa yoki video hech kim chiqazmayotgan bo'lsa, balki olish ehtimoli bor, lekin juda kam. Shunga buni bemalol video joylashtirayotganingizda SQP ga o'tkazib qo'yinglar. Ya'ni zapis qilib olasizlar-ku, masalan, keyin YouTube ga tashlamoqchisizlar, rejalar shunaqa. Buni bemalol mana HDR da qo'ysanglar bo'ladi. Okay, keyingi qator bu 18 dan 24 gacha bo'lgan oraliqda ishlaydigan qator 20 qilib qo'yganman. Bu 2 mana xuddi shunaqa boyagidagi eng xullas zo'r kачестводagilari qo'yilgan visoki двойной перевод bo'lgan. Xuddi shunaqa main on turishi 100% shart. Main o'zi tursa ham sizlarda HDR olmaydi. Iltimos sizlardan shunga ahamiyatli bo'linglar, main onda turishi shart. Okay, ketdik. Bu yerda ham xuddi shu look ahead. Bitta mana shu qator bilmayman. Meni nastroykam rus tilida, faqat mana shu inglizchada qolib ketgan. Translyatsiya qila olmagan. Bilmayman, look ahead. Xullas, mana shuni o'chirib qo'yinglar. Galchka turadi, o'zi standart, buni olib tashlaylar. Hammasidan, translyatsiyadan, zapisdan. Tushuntirdim degan umiddaman. Ketdik keyingi qator. Audio. Ko'pchilik audioni 160 tursa, vashi zo'r oladi. Hech qachon. Eng balandiga qo'yib qo'yinglar. Chunki bunga ortiqcha internet tezligi ham kerak emas. Ortiqcha tosh ham kuchlanish talab qilmaydi. Ortiqcha video kartaga ham unaqa kuch tegmaydi. Bu aynan mikrofonlarni ancha tiniq, ancha zo'r olishiga kafolat beradigan bitrate hisoblanadi. Shunga iltimos buni baland qilib qo'yinglar. 160 chotki deyshadi. Gap so'z yo'q 160 bo'yicha, lekin 320 undan 2 barobar sifatli oladi. 2 barobar ovozlarni ancha yaxshi, приятный odamlarga yoqadigan qilib beradi. Ani bilasizlar-ku, va deb baqirgan payt ani mikrofon o'chib qolish, tonni ushonmay qolish. Aynan mana shu narsa tonni ancha ko'taradigan narsa. Masalan, bir xil ovozi pastroq, mayroq bo'lsa, sekinroq gapirishga o'rganib qolgan-ku endi. Ularga masalan bu aynan mana shu funksiya eng zo'r yordam beradi, chunki ularning ovozini ancha yaxshi qilib ko'tarib berishga xizmat qiladi. Bo'ldi, 320 qilib qo'yinglar. Menda bitta daroshka bor, ya'ni men faqat streamni YouTube da qilaman. Masalan, Twitchda yoki boshqa platformalarda qilmaganman. Shunga menda bitta daroshka, общий o'zi daroshkalar mana shu. Shunga bu daroshkalar asosan sizlarni qaysi platformada translyatsiya qilishingizga bog'liq. Menda faqat YouTube bor, Twitch yo'q yoki Facebook yoki boshqa live'larda ishlamayman. Hech qanaqa. Ketdi keyingi bo'lim translyatsiya. Mana bu yerda mana YouTube ko'rasizlarmi? YouTube'da qilaman men har doim. Shuning uchun YouTube turishi shart. Sizlar ham YouTube'da qiladigan bo'lsanglar, bu bo'lim shunda turishi kerak. Twitch'da qiladigan bo'lsa, Twitch'da turadi, Facebook live'da tursa, Facebook live, Twitter va hokazo. O'zingizlar bilasizlar. Slujba 100% YouTube bo'lishi shart agar YouTube'da qilsanglar. Keyingi bo'lim. Bu bo'lim xuddi shunda turishi kerak. Primary YouTube ingest server. Xolos bo'ldi. Mana shunda turishi shart. Bu yerda sizlar ключ olasizlar, ya'ni YouTube'dan ключ olganinglarni bu yerga joylaysizlar. Uni qanaqa oladi hozir 1 daqiqa. Net hozir YouTube'ga kiraylik-da. Mana platforma, посмотреть канал. Еще nima qolma. Turkiy studiyaga kiraylik. Допустим, создать, начать трансляtsiya qilaylik. Запланировать qilaylik. Okay, mana eski video translyatsiyam qolib ketgan. Sizlarda agar oldin qilgan bo'lsanglar turadi bu yerda defaultning, bo'lmasa o'sha bo'yicha hozir men sizlarga bitta o'sha ключ olishni ko'rsataman-da. Dalya qilaylik. Просто tegmayman. Voy. Ertalab olmanda buni. Bomdoddan keyin. Okay. Готов qilaylik. Hozir mana eng muhim joyi mana shu. Menda masalan 4K HDR o'zi bor, lekin bu YouTube baribir bunda ishlab bermaydi. Masalan 4K da video translyatsiya beradi, lekin HDR funksiyasi bo'lmaydi. Shuning uchun sizlarda iloji boricha mana shu defaultni qilsanglar, ключ har doim defaultni stream key qilib belgilaydigan bo'lsanglar, mana bu ключ olasizlar, kopiya qilib. Xuddi shunaqa qilib oladigan bo'lsanglar, videolar samo собой o'tda HDR da ketadi. Ya'ni прямой translyatsiya HDR da bo'lmaydi. Tugatganinglardan keyin ozgincha обработка qilgandan keyin HDR ga o'tadi videolar. Shunaqa. Shunda kopировать qilib olasizlar bu ключni. Masalan, oldik, qani bizning OBS'imiz, mana OBS da настройки. O'sha bo'limga kiraylik, translyatsiya. Mana bu menda eski ключim, buni o'chirib tashlaymiz. X o'chirdik. Pastda qilamiz, yangi ключ применить. Okay.
To'xtanglar. Endi xullas uje undan keyin mana nachat translyatsiyani bosasizlar, uje YouTube'inglarga signal boradi. Bo'ldi, sani oknoing zo'r ko'rinyapti deb. U yerda iloji boricha sразу nachat efir qo'yvormanglar, ozgincha kutinglar. Agar mana bu yerdagi настройкаlar xato bo'lsa, u yerda o'zi shundan qochishlar beradi ana. Ya'ni ozgincha u yerda turgandan keyin oyna отличный turadi, masalan, russkiy bo'lsa sizlarda yoki o'zbekcha bo'lsa, a'lo darajada olyapti deb ko'rsatadi. 1 daqiqa, 2 daqiqa kutinglar. Agar tagida saru hech qanaqa ошибка chiqmasa, ya'ni muammo chiqmasa, sizlar nachat translyatsiyani bosib, uje efir qilsanglar bo'ladi. U degani sizlar mana bu yerdagi to'g'irlagan настройкаlar, mana bu yerda настройкада bo'limida to'g'irlagan настройкаlar bu hammasi idealniy turibdi, hech qanaqa muammo yo'q degani. Shunaqa. Mana shu bo'lim, mana bu bo'lim uje Full HD. Sizlar HDR qilmoqchimisizlar? Bo'ldi. Mana buni P0 ga qo'yasizlar, всё. Mana P10 boshqa, P dan boshqa hech narsa yo'q bu yerda. P216 bor-da, bu 16 bitli ko'tarib bera olmaydi. 16 bitli chunki hali monitorlar juda kam, juda kam. Mana shunda tursin. Mana. Bo'ldi. Mana shuni to'g'irlasanglar, uje sizlar HDR formatda video olishni boshlayapsizlar degani. Okay. Tushuntirdim deganim bittaman. Nachat translyatsiyani bossanglar, uje u yoqqa signal boradi YouTube'ga. Настройка qilaylik. To'xtanglar, men bitta boy sizlarga xato qilib qo'ydim-da. Mana buni masalan o'chiramizda. Ctrl S qilib masalan, Ctrl V qilib tashlaysizlar-ku, применить OK bosgan hozir yana. Masalan, подключить ключ translyatsiyani bossanglar, avtomatik уже YouTube'ga signal berishni boshlaydi. Masalan, tashladinglar ключ, mana buni bosdinglar, уже bu yoqqa signal berishni boshlaydi. Samo собой. Lekin siz uni применить OK qiladigan bo'lsangiz, mana bundan boshqarasiz. Ya'ni bu yerdan sразу yo'lga yubormasdan mana bundan boshqarganingiz menimcha ancha yaxshiroq variant deb o'ylayman. Shu, chunki bu oknoingizni siz keyin bilmaysizda, keyin o'chirish kerak bo'lib qolishi mumkin, boshqatdan terish kerak bo'lib qolishi mumkin. Uje adashib bosib yuboradigan bo'lsangiz, u yoqga signal ketib bo'lgan bo'ladi. Adashib boshqa ключ olib qo'ygan bo'lsangiz. Shunga mana bundan boshqargan yaxshi, bu yoqdan zo'r qilib настройкаlar. Okay, net. Endi sizlarga qaranglar. Mana bu yerda orqada menda fon bor, orqa fon. Buni sizlarga eng kerakli narsa deb bilaman, Nvidia Broadcast. Agar sizlarga orqa fonni olib tashlash yoki orqa fonga boshqa rasm qo'yish kerak bo'lsa, o'shani ishlatinglar, iltimos qilaman sizlardan. Buni keyin o'zim o'chirib tashlayman bu translyatsiyalarni. Uje ochildi, uje YouTube'ga signal ketdi. Men translyatsiya qilmoqchi uje deb. Hozir o'chirib tashlayman. Mana Nvidia, qana Nvidia Broadcast. Mana shu okno hisoblanadi. Ko'rasizlar? Mana virtualniy fon bor, orqa fon yoqib turibdi, avtokodирование. Nima? Avtokodирование. Okay. Xullas mana shu настройка qilib olish usuli. Aynan mana shu Nvidia Broadcast orqa foniga boshqa rasm qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana shu dasturni uстановка qo'yinglar. Agar sizlarda RTX video karta bo'ladigan bo'lsa, bemalol shundan foydalaninglar. Sizlarga zo'r dastur tayyorlab qo'ygan. Nvidia'ning o'zi podarka sifatida, masalan, jonli efir qilmoqchi bo'lsanglar, aynan mana shu. Endi uning uchun sizlar olgan nima ham kuchliroq bo'lishi, yaxshiroq kачествоda oladigan web kamera bo'lishi kerak-da. Agar web kameralar arzonroq, masalan, 2300 milli web kameralar men o'zim ham ishlatganman. O'sha web kameradan olgan bo'lsanglar, ular aynan Nvidia Broadcast'da совместно, ya'ni birga hamkorligi bo'lmasa, u video kartalar, web kameralar ishlamaydi. Unda men aynan Nvidia Broadcast ishlamaydi. Shu mana nimam S922 Pro Stream webcam, ya'ni menda Logitech. Xullas shu, mana buni bosib o'chirsanglar, bu aynan hozir polniy объемda olyapti. Ya'ni web kameraning o'zining gradusi bo'ladi. Qanchadir gradusgacha mo'ljallangan. 70 bo'lishi mumkin yoki 90 gradus yoki 120 gradus olishi mumkin. Atrofimda chegarasi bor web kameraning. O'sha chegarani hozir to'liq olyapti. Mana menda agar buni men yoqib qo'yadigan bo'lsam, mana ko'rasizlar, yaqinlashtirdi-da yuzimni. Yuzim qatga borsa, qatga yaqinlashsa, qatga borib harakat qilsa, o'sha yerga kamera yo'naltiradi avtomatik. Shunaqa. Virtualniy fon, orqa fonni men olib tashlaganman. Mana bitta buni qanaqa qilasizlar? Mana bu yerga bosasizlar. Mana ko'rasizlar, mana bu kichkina o'zi strelkachasi bor. O'shanga bossanglar, mana bu yerda meni fonlarim bor. Orqa fon qo'yib qo'yganman. Masalan, mana o'zim ham defaultni turadi Nvidia Broadcast. Mana bu yerga ikkita yana orqa fon qo'shib qo'yganman. Okay, mana buni bossanglar, просто orqa fonni razmitiya qilib beradi. Ko'rasizlarmi? Razmitiya.
Ya'ni mana bunaqa qilib tashlasanglar, faqat yuzinglar orqa fonni darajasi turadi. Men bu narsaga emas, aynan zaminit fon qilib qo'yganman. To'xtanglar, bu joyiga qaytsin. Mana buni qilib qo'yganman. Mana foydalaninglar. Udalить qilsanglar, полностью orqa fon yo'q bo'lib ketadi. Mana shu yuzinglarni mana shu o'zida turadi. Kreslolar bo'lsa, kreslo o'sha. Mana shu qismni qo'yib beradi YouTube'ga. Shunaqa zo'r dastur, foydalanishingiz kerak bo'lgan. Mana bu yerda ham o'zining nimalari bor, masshtabi bor. Masalan, yuzinglarni qanchalik darajada yaqinlashtirish ko'rasan. Faqat yuzda o'tdi. Bundoq qilaman, nomiga o'zi harakatlanib ketaveradi. Samimiy yuzingizni maksimalniy o'rtaga yaqinlashtirishga harakat qiladi-da bu. Juda zo'r funksiya. Foydalanishinglarni tavsiya beraman. Juda kerakli funksiya hisoblanadi bu. Masalan, adashib bir xil payt mana bunaqa o'tirib qolgan bo'lsangiz, kamerangizni umuman nastroyka qilmagan bo'lsangiz, boshqa joyga olayotgan, boshingiz chetda kichkina bo'lib ko'rinib turibdi, shunaqa narsalar muammolar bo'lmaydi. Mana shu narsalar bo'lsa. Eng muhimi, ko'rayotgan odamga ham aynan mana shu yuzinglar katta ahamiyatga ega masalan. Yuzni chiroyli va aniq tiniq katta bo'lib ko'rinib turishi. Uni inobatga olinglar. Agar sizlar tasavvur qilinglar, mana buni o'zi 120 gradus oladi-da kameranglar. Siz o'zingiz kamerani obyomi joyidan, ya'ni razresheniyasidan 4 dan 1, 5 dan 1 qismi bo'lib qoladi-da. Men hayron qolaman. Va yuzni sal kattaroq ol, nima balo bu? Katta joyda kichkina ana yuz turibdi-da. Ana kichkinagina odam turadi-da. To'g'rilash kerak. Uni даже yaqinlashtirishga, ana ko'rayotgan odam uni yaqinlashtirishga to'g'ri kelib qoladi, uni yuzini ko'rish uchun. Iltimos, shunga yuzinglarni kattaroq olishga harakat qilinglar. Mana shu narsalar aynan sizlarning nimalariga xizmat qiladi. Masalan, o'chirib qo'yadigan bo'lsam, mana qaranglar. Orqa fonni hamma ko'radi, meni yuzim juda kichkina, ko'rinmaydi ham. Shunga iltimos mana shu narsani foydalansanglar ancha yaxshi bo'ladi. Eng kerakli joyida ham yana bitta, agar qoracharoq odam bo'ladigan bo'lsangiz, sizlarga zo'r funksiya bor. Bu yerda men hech qanaqa rassizm yoki bu gap haqida aytmoqchi emasman. Menga o'zi qora insonlarni yaxshi ko'raman deydimi? Qora insonlar yoqadi. Mana oppoq, orqada даже kresloni ham olib tashadi. Lekin buni no tomoni bor, bu chista 30 FPS da ishlaydi, 60 FPS da ishlamaydi. Siz ya'ni men bu yerda hozir ko'rasizlar, 15 FPS da ishlayapti. U degani YouTube'da Premiere efirda 30 FPS ishlab beradi degani. Chunki 2 barobar oshiryapti, 30-60 qilyapti o'zi shunday ham OBS dastur. O'shani uje 30 bo'lib qoladi. Shunaqa. Mana qoraroq odamga вообще zo'r variant. Qoracharoq odam kelgan inson uchun вообще zo'r variant. Oppoq insonga aylanib qoladi. Men o'zim qoracha emasman, lekin mana oppoqman, mana o'zi tabiiy yo'q. Mana shunaqa. Yana ham oppoq qilib qo'yadi-da. Orqadagi kresloni ham olib tashlaydi. Siz turibsizmi, o'tiribsizmi, lekin bitta narsa bilib bo'lmaydi. Turib o'ynayaptimi, o'tirib o'ynayaptimi? Bilinmaydi, ko'rasizlar mana kreslo ko'rsatmaydi faqat. Okay, juda yaxshi funksiya lekin bu ham. Kattaroq bunga video kuchlanish talab qiladi. Agar buni yoqib o'ynaydigan bo'lsanglar, uje 40% video kartalar mana shu bo'yicha ishlayapti. Uje sun'iy intellekt ishlayapti bu yerda degani. Mana shu Nvidia Broadcast 90% nima bilan ishlaydi? Sun'iy intellekt bilan ishlaydi. Ya'ni mana shu orqa fonlarni olib tashlash boshqa. Shunga ozgincha video kartaga kuchlanish talab etadi. Shunga ahamiyatliroq bo'linglar. Shunaqa. Men bugungi video obzorimda mana shu narsalarning hammasini sizlarga tushuntirdim degan umiddaman. Bu aynan bu Nvidia Broadcastda o'zi niyat yo'q edi sizlarga tushuntirish. Birato'la hammasini tushuntirib qoldim. Kimga alohida video olib o'tirmaydi. Shunga sizlarga bugun OBS dasturida UHDR funksiyasida ishlashni o'rgata oldim degan umiddaman. O'z maqsadim shu edi, UHDRda kodirovka qilib uni YouTube'ga joylash yoki translyatsiya qilishni o'rgatish edi asl maqsad sizlarga. Shunga bugungi video obzorimizni ko'rgan odamlar uchun kattakon rahmat. Joninglar sog' omon bo'lsin. Like bosib, komment yozib qo'yish esdan chiqmasin. Savolinglar bo'lsa, mabodo ishlamay qoladigan vaziyatlar bo'lsa, sizlarda допустим 4K UHDR funksiyasi bor, kuchli monitoringiz bor-da, mana bu YouTube'ga hali ham HD funksiyasida yuklaysiz, Full HD funksiyasida. Sizni kuchingiz yetadi undan ham ancha chiroyli kadrlar olib yuborishga, lekin o'zingiz bilmayapsiz. O'shanaqa savolinglar bo'lib qolsa, meni bemalol menga nimaga chiqinglar, aloqaga chiqinglar, yozinglar, masalan,
YouTube'ga ikkita platformam bor. Telegram va Instagram. O'sha yerdan menga masalan yozsanglar, qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol sizlarning savollariga javob beraman. Agar umuman o'sha savolga javob berganimda ham sizlarda muammo kuzatilayotgan bo'lsa, aynan mana shu OBS kelgan Nvidia Broadcast YouTube bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'lsa, tushunmayotgan, umuman to'g'rilab bo'lmayotgan savolinglar bo'lsa, borib oldinglarga tushuntirib berishga ham harakat qilaman. Men hech qanaqa yo'q, men unaqa masofaviy masalan onlayn ishlayman deb sizlarga talab qo'ymayman. Borib yordam berishga harakat qilaman hammanglarga. Shunaqa. Joninglar sog'-omon bo'lsin. Hammanglarga kattakon rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha, streamlarga like bosib, qo'llab-quvvatlab, podдержка sifatida obuna bo'lib qo'yishlarini ham so'rayman. Agar haqiqatan shu o'yinlarga qiziqsanglar, ko'rsanglar. Atay ko'rmasanglar shart emas, chunki menga haqiqatan 3 auditoriya kerak, o'lik auditoriya emas. Rahmat kattakon hammanglarga.